Reuters agentligining xabariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar ishxonasining bildirishicha, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining yangidan tayinlangan raisi Erkin Tunyaz kelar hafta Angliyani ziyorat qilmoqchi ekan. Ammo u Angliya hukumati tarafidan taklif qilinmagan hamda ministr darajalik suhbatimi bo'lmaydi ekan. Angliya muhofizat gazetining xabar qilishicha, Erkin Tunyaz Angliya ziyoratidan keyin Yevropadagi boshqa davlatlarga berib, aloqador taraflar bilan Şinjan vaziyatini muzokara qiladi ekan. Angliya tashqi ishlar ishxonasining amaldori Docherty taratqularga bildirishicha, Xitoyning Şinjandagi qilmishlarining nacharligini, Angliya hukumatining ularga hech qanday qonunli qilishni o'ylamaganligini, ammo Angliyaning dunyoning har qaysi joylaridagi diplomatik xizmatining yadrosining bo'lsa, kishilik huquq dafsanchiligi va ahamiyatli aralashish orqali ziyonga uchraganlarning huquqini qo'g'dash masalasi ekanligini ta'kidlab, Erkin Tunyaz bilan ko'rishganda uningga Angliyaning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga bo'lgan muomalani yaxshilaydiganligini va Xitoyning Uyg'urlarga qilgan dahshatli bostirish qilmishlarini oshkorlashni to'xtatmaydiganligini aytmoqchi ekanligini bildirgan. Erkin Tunyaz 19 fevraldan 21 fevralgacha Belgiya poytaxti Bryussel shahriga boradigan bo'lib, Yevropa ittifoqining bir qism a'zolari bilan suhbatlashishga o'rinlashtirilgan ekan. Xitoyning Yevropa ittifoqi avatgan bosh elchisi Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlat vakilining Erkin Tunyaz bilan ko'rishishni umid qilganligini bildirgan. Mazkur xabar tarqalgandan keyin Angliyadagi bir qism parlament a'zolari bo'libmi Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar ittifoqiga a'zo bo'lgan parlament a'zolari bu qarorni keskin tanqid qilgan. Erkin Tunyazning bu qitim Angliyaga ziyorat kelishini har qaysi Uyg'ur tashkilotlarimi keskin tanqidlamoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Erkin Tunyazda qirg'inchilikni ijro qiluvchi amaldorlarni Angliyaga taklif qilish dunyodagi Uyg'urlar uchun bir zo'r haqorat degan. Garchi Reuters agentligi Angliya tashqi ishlar vazirati amaldorlarining so'zlaridan naql elib, Erkin Tunyazning ministr darajasida kutib olinmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Erkin Tunyazning bu qitim hech qanday viza talab qilinmaydigan diplomatiya pasporti bilan keldiganligini tilga olgan. Növbətdə bu vaqtdagi mulohiza va muhokamalar davomli har qaysi axborot vositalarining qiziq temasi bo'lmoqda. Atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat bu yil Sharq Turkistonda ishlab chiqarish biyontvanini o'z ichiga olgan 4 million 100 ming mo yuqori o'lchamlik va yuqori mahsulotli terilg'u yer barpo qilish planini yo'lga qo'ygan. Xitoyning Tangirtog torining xabariga qaraganda, mazkur plan Xitoy markaziy hukumatining buyrug'iga binoan yo'l qo'yilayotgan bo'lib, u Sharq Turkistonni Xitoyning eng chong ochliq bazasiga aylantirish, shu orqali Xitoyning ochliq bexatarligiga kafolat qilish strategiyasi bilan munosabatli ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar navbatda Xitoy markaziy hukumatining 2023-yildagi yuqori o'lchamlik terilg'u yer qurilishi vazifasi bo'yicha yerlikda 3 million 400 ming mo, ishlab chiqarish biyontuvanda 700 ming mo yuqori o'lchamlik terilg'u yer barpo qilish xizmatlarini boshlagan ekan. Bu tur har qaysi viloyat, nahiyalar hamda ishlab chiqarish biyontuvanga qarashli pollik maydonlaridan yuqori o'lchamlik munbat terilg'u yerlarni tanlash va suv manbasini etishni asos qiladi ekan. 6 fevral kuni atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik partikom yana maxsus yezi xizmat yig'ini ichib, har darajadagi partikomlar bilan hukumatlar ochliq bexatarligiga tang mas'ul bo'lishi, bug'doy va qo'noqni muhim nuqta qilgan ochliq va yog' ishlab chiqarish iqtidorini umumyuzlik o'stirishi, suv boyliq yoshurun kuchini to'liq qazish, ochliq, paxta, meva-cheva va ko'ktat qatorliq yerlik afzalligiga ega dehqonchilik mahsulotlarini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, kuchlik yezi egilik davlat qurish, ta'minlashga alohida kafolat qilish deganlar ta'kidlangan ekan. Xitoyda umumyuzlik yo'li qo'yilgan intayin qattiq Xitoy virusi yuqum tadbirlari tufaylidan iqtisodiy qattiq chekingandan buyon Sharq Turkistonda Xitoyni ta'minlaydigan energiya, ochliq, meva-cheva bazasi, qo'y-qola boqmachilik bazasi qilish tashabbuslari kuchli shaklda ta'kidlanishga boshlangan. Xitoyning bu qurilish planlarining Uyg'ur majburiy emgak masalasini, shundaqla Sharq Turkistonga texmi ko'p Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab yerlashtirish va muhit bulg'anishidek masalalarni ig'irlashtiradiganligi taxmin qilinmoqda ekan. 6 fevral kuni Turkiyaning sharqiy janubiy qismida qattiq yer tavrash yuz berib, nurg'un kishilarning hayotidan ayrilganligi va yordar bo'lganligi ma'lum. Bu voqea butun dunyodagi kishilarning diqqatini tortib, xalqaro jamiyatning Turkiyadagi yer tavrash ofatida zardob chekkan aholilarga bo'lgan hisslashiqini qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq yer tavrash ofatidan keyin har qaysi davlatlarning hukumatlari, xalqaro tashkilotlar va yurt jamoatlar Turkiyaga moddiy yordam berish harakatini boshlagan. Shundaqla qutqizish xodimlari butun kuchlarini ishga solib, amal bar hayot qolg'uvchi qutuldirishga tirishmoqda. Dünya Bankası 9 fevral Turkiyaga 1 milliard 780 million dollar, Amerika Xalqaro taraqqiyot organi Turkiya va Suriyaga 85 million dollar yordam qilganligini e'lon qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Merkezi Ciddi Taqobil Duruş Fondining 25 million Amerika dollar yordam pul naqdlashtirgan hamda i'ona qilguvchilardan yer tavrashning ta'siriga uchragan Suriya xalqini qo'llashini talab qilgan.
BDT'ning bosh kotibi Guterresning bildirishicha, BDT'ning tunji yordam berish atriti 6 tir yuk mashinalik vaqtliq panohlanish chidirlari va boshqa kerakli yordam buyumlarini ilib 9 fevral Bab havo chegara ig'izi orqali Suriyaning g'arbiy shimoliga borganligini, texmi ko'p yordamning yo'lda ekanligini bildirib, ofat rayonlarining texmi ko'p yordamga muhtoj ekanligini, nihoyat tez suratda yetkazish kerakligini ta'kidlab, Turkiya va Suriyaning millionlagan musofir va sargardonlarni qabul qilish, qo'g'dash va ularga yordam berganligini eskartib, bu ofat oldida xalqaro jamiyatning Turkiya va Suriya xalqini o'xshash qo'llashi, fidokorlik ko'rsatishi, mana amdilikda Turkiya va Suriya xalqini qo'llaydigan paytning kelganligiga chaqiriq qilgan. İkinci ayının 9. günü Amerika Avam Palatası karar ma'qullab, nölge qarşı 419 avazning qo'llashi bilan Xitoyning shar vaqasini ayıplaydigan qarar ma'qullangan. Amerika taratqullari parlament binosi torbetining doklatiga qaraganda, bu qarorning tashabbuschisi Avam Palatası Tashqi ishlar komitetining raisi Cumhuriyetchilar partiyasining parlament a'zosi Makkal Avam Palatasida qilgan so'zida bu xil vaqalikning yuz berishiga yo'l qo'ymaydiganligini, shundaqla buni tushuntirgani bo'lmaydiganligini, Xitoyning ahmoqona holda dunyoga o'zining huquq va kuchini ko'rsatish ekanligi, Amerika va o'zining qanchalik kuchining borligini Xitoy kompartiyasi ko'rsatish kerakligini ta'kidlagan. 7 fevral günü Amerika prezidenti Joe Biden Amerika Davlat Majlisida yillik xizmatidan xulosa nuqtini so'zlab, Amerikaning davlat bexatarlik masalasi haqida to'xtalganda, Xitoyni nihoyat keskin va aniq bir til bilan ogohlantirib, Xitoy yoki boshqalar bilan raqobatlashishda necha 10 yildan buyongi eng kuchli o'rinda turganligini, Amerikaning manfaatini ilgari surib, dunyoga naf yetkazadigan masalalarda Xitoy bilan hamkorlashadiganligini, agar Xitoy egilik huquqiga tahdid soladigan bo'lsa, davlatini qo'g'dash uchun harakat qilganligini va qilganligini bildirgan. Avam Palatasining mazkur qarori Bejonni xalqaro jamiyatni bexatarlik uchurlarini nazorat qilish bilan aldashga urindi deb ayiblagan. Bu qarorda yana Biden hukumatidan parlamentga vaqaning ilgirlash ahvoli va shardan bexatarlik uchurlarini to'plash uchun qo'llanadigan tadbirlarni davomli doklad qilishni talab qilib, Avam Palatasi yani hukumatdan Xitoy sharining ilgirki Amerikadan uchgan uchish uchurlari bilan ta'minlanishini talab qilgan.